Bugun o'tmoqchi bo'lgan darsimiz alayda jinjingo kebab. Bu shundoq yeyishlik chiqadi, shundoq churuk qurg'oq holatda. Muvofiq miqdor jinjingoni axlab, pokizlab yuvib, buni mana shu videoda ko'rsatilgan bo'yicha tayyorlab olamiz. Mana boshqa holatda mushunchalik cho'nliqda qilsanglar bo'ldi, bak ushaqni qilib etmaymiz. Mana shu holatda qilib oldik. Endi bunga 100 gram un ayrim qachiga, andin azroq tuz, andin azroq so'qilgan xoju silib, mush uchini yaxshi aralashtirib olamiz cho'ki bilan. Ayrim bir qachiga tuxumni chaqamiz. 2 tal tuxum chaqdik. Buni cho'ki bilan yaxshi aralashtirib suyuldirib olamiz. Oqsirig'ini to'liq aralashtirib olamiz. Mana endi jinjingoni oldidan tuxumga milaymiz. Oldidan tuxumga milaymiz. Andin mabaya tayyorlab olgan aralashma unimizga milaymiz. Hamma yerini tekshir milaymiz. Hammasini musharat tayyorlab olamiz. Endi qozonga moy qo'yib, mayni qizitib olamiz. Mayni qizitib olib, qizigandan keyin silib, jinjingoni bir taldan qozonga silib, pishirib olamiz. Mana shu holatda pishirib olamiz. Mana shundoq chiroyli guldek echilib pishidi bu. Churuk holatda pishib bo'lgandan keyin andin maydan süzib olsak bo'ldi. Sal qiziribroq pishidi. Örüp çörüp pişirib olamiz. Ot normal holatda bo'ldi. Bak boşma emas, bak küçük emas, normal holatda. Hammasini pishirib süzib olamiz. Endi buni taqsimizga chiroyli tizib, ustiga shavsong, ko'k qizilmushlarni ushoq to'g'rab chechib qo'ysak bo'ldi. Xohlasanglar kebabning dori-darmigidan ustidan ozroq chechib qo'ysanglar bo'ldi. Shuning bilan bu darsimiz tamom. Shundoq yeyishlik bo'ldi.